Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 14-iyun Namanganda boshlanishlar o'z nihoyasiga yetdi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ishlarni bitta zapravkada xudo xohlasa mana qaynashib ketib qoldi mana. Ozgina o'tmagan mana. Donishlarni olib qo'yasiz. Zo'r olasiz. Masalan, qaynashib ketib qoldi o'rtalar. Bozorda mana qaynashib ketdi. Mana mo'rli tandirlarimiz akalar mana. Tandirga manglab qo'ysa ham bo'laveradi. Bemalol keyinchalik xudo xolasa alishtirsa ham buyog'iga tegilmaydi. Matdan yo'q, nima qilib buzib turib tandirga kizib qo'yaveradi. O'choqlarimiz mana bir zumda qaynashib ketadi. Yog'larni olib qo'yasiz, yana bu qator. So'ba mana bu qozonda ham olasiz. Mana shu ovozlar tizzaga kelib qoldi. Ozgina o'tdim mana. Mana. Mana doshlar esingizda mana to'g'ri. Mana. Shu qaynashga keldi mana. Ozgina o'tdim bilan. Televizor 8 apparat bilan bo'ldi bu. Eski chertuvda. Hurmatli kuzatuvchilar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. O'chaqchilar qiroli kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Doim xizmatda bo'lib, rahmat katta sog' bo'linglar.